Assalomu alaykum hammaga. Siz My Anime News kanalidasiz. Bugungi videoda sizlar bilan Sukunaning to'liq tarixi, kim bo'lgani, maqsadi, tarixdagi jangda yengilishi va yaralish haqida gaplashamiz. Qani unda boshladik. Sukuna kim? Aslida Sukuna odam bo'lgan. Qadimgi davrdagi eng kuchli la'nat emas, balki yovuz shaxs. Sukunani ko'pchilik la'natlarning qiroli deb o'ylaydi, lekin u Yuzin davrida yashagan oddiy odam. Juda kuchli jodugar foydalanuvchisi, lekin odamlarni himoya qiluvchi emas, balki odamlarning o'ziga dushman bo'lgan qotil sifatida tanilgan. Uning shafqatsizligi shunchalik kuchli ediki, tarixdagi kitoblarda odamlar unga qarshi kurasha olmay dahshatga tushgan deb qayd etilgan. Nega Sukuna ikkita yuzli? Ryomen Sukuna. Ryomen ikki yuzli degani. Tarixiy manbalarda Sukuna ikki yuzli, to'rt qo'lli dahshatli ko'rinishli mavjudot sifatida tasvirlangan. Bu aslida uning so'nggi shakli, ya'ni eng so'nggi kuchga yetgandagi tanasi mutatsiyaga uchragan va magic energiyadan buzilgan. Mangada buni aniq tushuntirishmasa ham, sababi Sukunaning energiyasi odam tanasini ko'tara olmaydigan darajada kuchli bo'lgan. Shuning uchun tanasi odatiy odamdan farqli holga o'tgan, to'rtta qo'lli, to'rtta ko'zli, baland bo'yli bo'lgan. Sukuna qanday qilib qayta tiriladigan la'natga aylangan. U o'lganda uning tanasidagi la'nat energiya juda kuchli bo'lgani uchun tanasi parchalanib ketgan, lekin o'lmaydigan 20 ta barmoq ko'rinishida qolgan. Har bir barmoq maxsus darajadagi la'natlangan predmet. Bu barmoqlarni hech qanday jodugar yo'q qila olmagan, faqat vaqt o'tishi bilan la'natlangan bo'lib qolgan. Shu boisdan Sukuna yengilgan bo'lsa ham butunlay yo'q bo'lmagan. O'zi Sukuna qanday o'lgan? Bu manga ichida batafsil ko'rsatilmagan, lekin rasmiy izoh quyidagicha. O'sha davrning eng kuchli jutsu ustalari bir necha krallar birlashib, yuzlab odamlari bilan Sukunaga hujum qilishgan. Uni to'xtatish uchun Sukuna oxir-oqibat yengilgan, lekin uni haqiqiy ma'noda o'ldirishning iloji bo'lmagan. Faqat tanasi barmoqlarga bo'linib, ruhining bo'laklari ularida qolgan. Shuning uchun Sukuna vafot etgan deb hisoblanadi, lekin u barmoqlari orqali qayta tirilishi mumkin. Sukunaning qayta tirilishi va qobiq etadori Yuji. Anime boshida Yuji Sukunaning bir barmog'ini yutganda, barmoqdagi la'natlangan energiya uni egallaydi. Sukunaning ruhi Yujining tanasiga kiradi. Bu Sukunaning qaytadan dunyoga kelishiga boshlanish bo'ladi. Barmoq har safar yutilganda Sukuna kuchiga kuch qo'shiladi. Nega odamlar Sukunaning qaytishidan qo'rqishadi? Tarixda Sukuna qishloqlarni vayron qilgan, ustozlar, jangchilar, jodugarlarni bitta zarba bilan yo'q qilgan, odamlarni kuchsizliklari uchun yoqtirmagan, qonunlarni e'tiborga olmagan. Shu sabab Sukuna Jutsu Kaisen olamidagi eng xavfli mavjudot. Hatto Gojo Satoru ham uni eng xatarli deb tan olgan. Qisqa qilib aytganda, kayfga maza qilishga odamlarni o'ldirib hamma yonni rasvo qilgan. Sukunaning eng katta maqsadi nima? O'zidan o'zi bu ishlarni qilmayotgandir degan savol sizlarda tug'ilgani aniq. Manga bo'yicha uning yagona maqsadi haqiqiy erkinlik va kuchning cho'qqisiga chiqish edi, lekin kuchni tanasida ko'tara olmadi. Sukuna dunyoga hukmron bo'lishni maqsad qilmagan. U odamlarni yo'q qilishni maqsad qilmagan. U hatto jodugarlar krallarini ham yo'q qilish niyatida ham emasdi. Sukunani faqat bitta narsa qiziqtirardi. O'zi uchun eng qiziqarli janglar, qiyinchiliklar va mukammal kuchga yetishish va Gojo bilan jang qilib niyatiga erishdi. Manga so'ngiga kelib, Sukuna Megumi Fushiguro tanasini egallaydi. 30 strategik harakatlar bilan Yorozu bilan jang qiladi. O'z kuchini deyarli to'liq qaytaradi. Bu holat mangada eng fantastik holatdir, chunki boyatdim 100 dan oshiq jodugarlar, krallar birlashib Sukunani o'ldira olishmagan. O'limiga kelsak, o'limi va so'nggi jangi haqida keyingi videolarda gaplashamiz. Xullas, Sukuna tarixdagi eng kuchli ikkinchi odam, la'nat bo'lmasdan ham. Birinchisi esa albatta Satoru Gojo, kuch bilan buzilgan mavjudot. O'limidan so'ng ham yo'q bo'lmagan, qayta tirilishi barmoqlar orqali amalga oshgan. O'z aytganidan qaytmaydigan, erkinlikni sevadigan la'nat. Sukunani la'nat deb atash ham to'g'ri emas. U la'natlangan inson ruhi xolos. Bilasizlar, hozir dizaynersiz ish bitmaydi. Shunga sizlarga o'zimni dizaynerni tavsiya qilmoqchiman. Muhammadullohni. Agar dizaynerga ish tushsa va yaxshi dizayner kerak bo'lsa, bemalol Muhammadullohga murojaat qilsanglar bo'ladi. Ichkalarini opsiyaniyada qoldiraman. Bugungi videoda sizlar bilan Sukunaning to'liq tarixi va yaralish haqida gaplashdik va video haqida va animelar haqida savollar bo'lsa, kommentariy ochiq bemalol savollarni beraversanglar bo'ladi. Shunaqa qiziqarli videolarni chiqaraman. Shu uchun kanalga obuna bo'lib, like bosib, shunga o'xshagan qiziqarli videolarni o'tkazilmasligi uchun qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yinglar. Bosib qo'ygan bo'lsanglar, hozircha xayr. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Dark Wave.